Yengilini ko'rdingizmi? Mercedes GLS'larni, GLE'larni restyling qilib yengiladi-yu. Nimaga o'xshadi bilasizmi? Aynan mana shu EQE, EQS'larga o'xshatib qo'yishdi. Bildingizmi? Salon ham deyarli shunga yaqin. Oldi orqa ko'rinishi ham juda ham mana shu elektromobilga o'xshatib qo'yishdi. O'zi bular premium chizilganmi deyman-da. Rostakasi Mercedes S-Class elektromobili aynan shu bo'ladi. Bitta like bosib qo'ying. Rostakasim EQS 450 Plus. Shu darajada komfort. Bular 160 ming sotilgan sizda bo'lsa, 2022-yillar. Bu ham 2022-yil 52 ming ekan probek. Hozir ham menimcha yengillari 140 minglar atrofida bo'lsa kerak. Shu darajada komfort orqa balonlargacha qayladi. Salonni dizayni shunchaki yorvorgan. Mercedes ham 2026-yil restyling qilganini aynan mana shu elektromobil salonlariga juda ham o'xshatib qo'ydi. 3-chi Hyperscreen monitorlarigacha bor. Head-up display, buyurtma akustika sistema, yog'och pon detallar, abduf, abagrev, qo'lli panorama. Xullas mashina вообще нереальный komfort hisoblanadi. Bu 450 Plus demak zapas xodi ko'pi. Real hayotda 600-650 km yurar ekan. O'zi 770-780 km deyilgan edi. Srochniga 52 ming probek, 2022-yil kraskasi tozasi. Urilgan, pachoq bo'lgan, detal almashgani ham emas, kraskasi tozasi 57.900 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Rostakasi bu mashina haydaganingizdan keyin boshqa elektromobil haydagingiz kelmay qoladi. Bitta haydab ko'ring.